Bu akamiz bizda hozir 10 kunlik davo kursini olib chiqishyapti. Ko'rsanglar mana ancha ranglar tozalanish, ancha kaftingizni ham ko'rsating. Kaftlari ham qizarib, qon aylanishlari yaxshi bo'lib, qo'llari ham issiq bo'lib qolgan. Alaykum. Aka ismingiz kim? İsmim Fahriddin. Qayerdansiz? Bekoboddan. Bekoboddan, ha? Siz o'sha qon ketish bilan oshqozondan qizilongachdan qon ketish bilan bansaga tushib, keyin siroz borligini o'zida bilib qolgansiz, to'g'rimi? Murabbos doktorda qachondan beri davolanayapsiz? Murabbos doktordan 6-maydan beri. Aprel maymi? 6-maydan beri. Ha. 1 oy bo'libdi-da, 1 oy bo'libdi. O'sha oldingi tekshiruv natijasida sizda o'sha jigarda siroz va 6 litr qorin bo'shlig'ida suyuqlik aniqlangan. Mana hozir bir kurs lecheniyadan keyin holatingizda o'zgarishlar bor. Endi bu yerda hozir qorindagi suv miqdori 3 litrgacha kamaygan. Taloq oldinga qaraganda kichraygan va taloqning venasi 13 mm dan 10 mm gacha kichraygan. Bu o'sha qorin bo'shlig'idagi jigar portal tizimidagi bosim kamayayotganligini bildiradi. Bu yaxshi. Endi hali baribir lecheniyalarni davom ettirish kerak. Xudo xolasa yana bundan ham yaxshi natijalar kutib qolamiz. O'zingizda o'zgarishlar bormi? Yaxshi his qilyapsizmi, nima? Xudoga shukr, ancha yaxshi, yengilmi? O'zgarish bo'ldimi lecheniyalar? Ancha o'zgarish bor. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, xudoga shukr. Xo'p, sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Fahriddin akani ko'pchilik ko'rgan, tanigan bo'lsa kerak. 10 kunlik lecheniada yaxshi bo'lganlarni video qilib chiqargan edik. Hozir mana bugun ikkinchi kurs muolaja olgani kelishibdi. Natijani ta'riflashga juda ham bir juda xursandchilik kun bugun. Juda ham bir ko'rishdayoq juda zo'r natija olganlarimiz bor. Qo'lni siqqanning o'zida juda qo'llarda kuch paydo bo'lganini bilindi. Bularda demak jigar sirrozi, gepatit B'da virusi sababli paydo bo'lgan, qonda trombotsit kamayishi, taloq kattalashishi, o'pkada birmuncha suv va qorinda 7 litr atrofida suyuqlik aniqlangan ekan. Mana buni biz o'sha 10 kunlik chinogan paytda xulosa qog'oz beramiz. Vipsga istoriya bolezn. Men o'zim yozaman buni. Uni Hamidov Murabbos mana shuni kasallik tarixidan ko'chirma. Shunda yozilgan trombositlari 90 chiqqan, gemoglobinlari 100 atrofida bo'lgan, ALT-lari 120, AST-lari 85-90 atrofida bo'lgan ekan. Qondagi demak bilirubin miqdori 35, 33, 57 ko'rsatgan ekan. Shu mana bu eski qog'ozlari. Mana bu uyda olinadigan muolajalarni yozganmiz. Bu yoqda ham 10 kun terapiya qilgandik. 10 kun terapiya qildik. Hop, necha marta haligan qon qaytish bo'lgan sizda? 2 martadan qizilongachlardan qon ketgan. Qizilongachdanmi, ichidanmi? Demak, mana bu demak qizilongachdan 2 marta qon ketgan va shundan keyin bularning tanalarida B'da virus borligi aniqlangan, ya'ni jigar sirrozi. Hop, hozir mana videoni ko'rdinglar. O'sha videoda o'zida qilgan Komiljon aka demak o'zida apparatida qanchalik jigari yaxshi o'zgarishga qarab ketganligi, ya'ni plus dinamikiga qarab ketganligi, talog'i kichrayganligi va ayni vaqtda hozir qorin bo'shlig'ida 3 litr atrofida suyuqlik borligi ko'rsatgan. Endi bu surunkali kasallik bo'lganligi uchun 1 oyda ideal bo'lish kafolatlanmagan, bularga ham aytganman. O'zi holat shunaqa ediki, jigar ko'chirib o'tkazish kerakligini talab qilardi. Bulardagi oilaviy sharoit sababli va plus o'zlarida xohishim yo'q deganlar uchun boshqachangi bir terapiya qilib ko'ramiz deyishgan. Shunga men mayli deb yordam berdim, to'g'rimi? Shuning uchun mana hozir bu terapiyani qildik. Endi mana eng xursand bo'lgan tarafimizni birin-ketirlik bilan ko'rsatib beraman. Organizm ancha ishlashga tushgan. Xo'p, demak 15 bo'lgan fibroz va taloqlari 183 ga 62 bo'lgan, plus taloq venasi ham juda ham kattalashib ketgan, 12 mm va portalniy venada jigar darvoza venasida bosim juda yuqori bo'lgan, 16.4 ko'rsatyapti. Va bugungi mana bu videoni to'xtatib pauza qilib ko'rishingiz mumkin.
mana bu eski analiz ovozi bo'lgan natijalari ana endi ikkinchisi. Mana bu bugungi o'sha sizlar videoda ko'rgan Komiljon akani ko'rsatgan natijalari. Jigar ancha yengil nafas olyapti. O'zbek tilida aytganda. Ya'ni undagi yuklama, nagruzkalar ancha tushgan. Mana bu avvalgi kompyuter tomografiyaning xulosasi. Va hozir ayni vaqtda qorinda 3 litr suyuqlik bor. Endi u yana hozir ikkinchi kursdan keyin xudo xolisa to'liq yo'qotishga harakat qilamiz. Hop, mana endi Faxriddin aka, men sizga qon javoblaringizni ko'rsataman. Mana gemoglobiningiz 100 ga chiqqan deyapti. Ko'rasizmi? 98. Ha, immunitetingiz mana ishlayapti. Hop, keyin limfositlaringiz ham ancha faollashgan, immuniy klinikalaringiz ishlayapti. Allergik ko'rsatkichlaringiz juda yaxshi. Limfositlarning protsentlari ham joyida. Hop, keyingisi mana bu demak trombotsitingiz 150 nechta 9 ta ko'rsatyapti, ko'rdingizmi? 90 tadan salkam 160 taga chiqqan. Qon ivuvchanlik, demak qon ketishga xudo xohlasa xavf yo'q. Juda zo'r. Mana bu fermentlarimiz. Mana alyuminiz ko'rasizmi 40 ga chiqqan. Oqsillik 81 ga chiqqan. Onkologik ko'rsatkichlaringiz minusga tushgan. Mana hamma narsangiz yaxshi. ALT, AST, shalisin fosfataz, turbin, sodium, bilirubin, neytronlar, promol hammasi joyida ko'rsatyapti. Mana demak qoningizni suyuq quyuqligi buni ko'rsatgan. Bularningiz ham zo'r. Вообще zo'r aka. Bittalab o'qib qarab chiqsiz bo'ladi. Hamma narsangiz yaxshi chiqadi. Rostmi? Polniy o'zingizning talablaringiz, standartlariga javob beradi. Siydingiz, peshob. Qarang, hammasi top-toza. Ozgina chimollash bor. Bu hammada bor. Ha, bo'ladi. Zo'r bo'ldi. Demak, bulardagi ayni vaqtdagi natija juda ham zo'r. Xudo xolasa yana ikkinchi kurs muolajalarida bundan ham zo'r bo'lishga harakat qilamiz. Bor imkoniyat, malaka, shu davolash usullarini ishga solib, hozir mana zo'r natija olib turibmiz. Faxriddin aka, o'zingiz mana siz butun bir O'zbekiston xalqi ijtimoiy tarmoqlar eshitadi, xolis bir o'zingizni bizning davolash usulimiz to'g'risida fikrlaringizni va o'zingizda olgan natijalaringizni ikki og'iz bilan butun narsaga yetkazib qo'ysangiz ijtimoiy tarmoqlar. Marhamat. Avvalo sizlarga rahmat. Nima deyman endi? Buni olgan muolajalarim hammasi zakon. Bir oy joyiga qo'yib muolajani qildim. Mana chiroyli natija bilan erishdim. Xudo xolasa men ikkinchi bosqichga keldim. Xudo xolasa bundan bag'ini ham chiroyli muolajalar qilamiz. Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ladi endi. Kelinglar, sog' bo'linglar ham. Faqat sabr. Sabr. Turing. Bir sizni bag'ringga bosib qo'ying. Juda xursand bo'lib ketdim. Va akamiz juda ham bir og'ir sinovni boshidan o'tkazdi, juda tushkun ahvolda edi. O'zi yurolmasdan qornidan o'lib qappayib kelgan, xuddi haligan qopga o'xshab, juda og'ir ahvol, nafas ololmasdi, gapirsa ham juda ham anu qilardi. Xudo shifo berdi. Mana hozir to'liq muolajalarni qildik. Hozir plus dinamikani, endi bu kishi hali to'liq ideal bo'lib tuzalmagani, lekin plus tarafga qarab juda yaxshi o'zgargan. Xudo xohlasa-ki, yana kurslarda zo'r natijalarimiz. O'tiravering.